Matiz avtomobili Termizdan 2012 naqdga kelishamiz, pul yetmasa 1-2 oy kutib turamiz deb aka. Tiko so'raganlarga Denodan 2003-yil naqdga ham kelishamiz, pul yetmaganga 5-6 oy variant ham bor. Matiz avtomobili Qiziriqdan, Dehqondan 2011. Yangi Matiz so'raganlarga Sarasedan 2018 120 ming yurgan. Benzinda. Matiz avtomobili Denodan 2008 shu akadan kelishtirib beramiz deyapti. Matiz so'raganlarga Denodan 2017 Luboy variant, uzundan 2002 puli arzon shu akadan kelishtirib beramiz deyapti. Matiz avtomobili Denodan 2017 variantlar bor. Matiz avtomobili Denodan 2006 10 million puli bormi, 15 million puli bormi, xohlagan variant qilib beramiz deb aka. Turxon Media. Barchalarga alaykum salom, bilan Surxon Media kanali. Bugun sana 22-mart 2026-yil Surxondaryo viloyati Deno moshina bozoridan Matiz hamda Tiko narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Matiz va Tiko olaman deganlar bo'lsa, bu video siz uchun azob chiqaramiz. Video yoqsa albatta like bosib, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. Xo'p, Surxon Media ashaddiy obunachilar uchun mol bozor, qo'y bozor, sog'on sigir narxlarini ko'raman. Siz G'iyosbek Xurramov YouTube kanalida mol bozor, qo'y bozor narxlari chiqadi azonchilarimiz. Kommentariyada silkasi bor, ekranda ham qoldiraman. Surxon Media 3-kanalda mol bozor, qo'y bozor narxi chiqadi. 2-kanalda Surxon TV kanalida ot bozor narxlari chiqadi. Qanunda Deno moshina bozor videosini boshladik. Assalomu alaykum Adham aka, zo'rmisiz? Assalomu alaykum aka, yaxshi. Shaban charchamayapsizmi? Adham akamiz Surxondaryoda Qumqo'rg'ondan Surxondaryo bo'ylab uyga tunika bo'lgan xizmatlari bo'lsa, bemalol bog'lanasizlar. Korotka video qilsizlarga tanishtiraman. YouTube'da, Instagramda to'liq videosi bor. Adham akamiz mana aka Surxondaryodagi, ya'ni Surxondagi uyni bitirgan, Surxondaryo bo'ylab shunaqa xizmatlar qilar ekan. Adham aka, bu uy katta ob'yom ekan, necha kvadrat va narxlari qanday? Narxlari 110 mingdan 135 minggacha. Bu uyimiz 392 kvadrat bo'lgan, kattaligi uchun, ob'yom kattaligi uchun 120 ming so'mdan qilib berganmiz. Ha, ob'yom katta bo'lsa, narxini yana kelishtirib beramiz deyapti. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda Adham akaning nomerini qoldiraman. Surxondaryo bo'ylab tunika bo'lgan xizmatlari bo'lsa, bog'lanasizlar. Korotka reklama Deno moshina bozoriga qo'yib o'taman. Azomchilarimiz uyga tunika bo'lgan xizmatlari bo'lsa, Adham akamiz 110 mingdan 135 minggacha qilib beryapti. 100 xildan oshiq fasonlar bor ekan. Bemalol bog'lanasizlar. Bu uyimiz Surxondagi uyda bitiribdi ekan. Sizlarga mana moshina bozorida korotka reklama qilib o'taman. Uyga tunika bo'lgan qildiraman deganlar bo'lsa, Adham akaga bog'lanasizlar. Qarang, juda chiroyli fasonda, juda chiroyli shaklda uyda bitiribdi ekan. Laychani bosib, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. Matiz so'raganlarga 2011-yil Qiziriqdan, Dehqondan Matiz olaman deganlar bo'lsa, marhamat 2011 Matiz sizlarga obzor qilib tanishtiramiz. 2011da kraskasi qanday aka? Kraloda kraskasi bor ekan. Xo'p, motor qanday ekan buni? Motor yaqin. Bu konditsioner ham bor. Konditsioner ishlab turibdi. Motor bo'lgan ekan, konditsioner ishlab turibdi. Rul gidrolka ekan, yoqilg'isi metanda. 2011-yil Matizimiz, balolar sal charchabdi. Xo'p. Mana aka salonlari pol super ekan, old oyna knopkada, orqasi ruchkada 180 ming yurgan. Xo'p, Matizimiz sotuvda ekan, Qiziriqdan. Aka, narxi necha pul buni endi? 36 million so'm baho qo'yapti, kelishamiz deyapti. Aka, savdo bo'lganmi, yo'qmi? Hali savdo yo'q, 36 million aytilishi, albatta kelishasizlar, savdo qilasizlar, kelishtirib beriladi. Aka, naqd variant qanday sotamiz? Naqdga 4-5 so'm etmasa ham gaplashamiz deyapti. Nomerni ayting aka. 97lik 350 92 shu nomerga bog'lanasizlar. Nomer ham udar nomer ekan, Qiziriqdan mana aka. Akamiz Matizda sotyapti. Matiz avtomobili Termizdan 2012-yil oq Matiz sotuvda ekan. Mana aka Termizdan kelib akamiz. Aka, kraska qanday? Petno bor, kapotda, krilosida. Kapotda, kriloda, tashqi tarafda petnosi bor, ichida o'tmagan deyapti. To'r baloni yangi ekan, 2012 dedingiz-a? 2012 propanda ekan, rol gidrolka, bez konditsioner ekan. Mana 3 porshonlik, motorlar zo'r deyapti akamiz. Motorlari turibdi, beraveraman. Ha, konditsioneri yechilgan uyda turibdi ekan, beraveraman deyapti. 187 ming yurgan. Mana keyin pol super, old oynasi ruchkada, orqa oynasi, old oynasi knopkada, orqasi ruchkada bo'ladi, zo'r. Xo'p, 2012 Matiz necha pul deyapsiz aka? 35 deyapti. 35 million so'm aka baho qo'yapti ekan. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? 35 baho qo'yildi, 28 ga bermadingizmi? Zo'r bo'libdi. Kelishamiz aka. Variantlari bormi yo'qmi aka? Bir oy 2 oy yetmaganini berishingiz mumkin. Puldan bosilib qopti-da kimnikidir. Aka, nomerni aytib qo'ying. 97lik 810 98 98 shu nomerga bog'lanasizlar.
Termizdan Matiz. Yili yangiroq Matiz olaman deganlar bo'lsa, marhamat 2018 Sarasedan oq Matiz sotuvda ekan. 4 balon yangi, konditsioner bor, rul gidralka, yoqilg'isi benzinda, hali gaz ham qo'yilmagan. Mana motorlarni qarang, 2018. Aka, motor qanday buni? Xo'p, yurgani qancha aka 2018 da? 120 ming kilometr yurgan 2018 oq Matiz Sarasedan sotuvda ekan. Mana rollar boshqa qo'yilgan, chuqol polilari bor ekan. Xo'p, 119 ming. Shu 120 ming atrofida yurgan ekan. 119 ming qancha ekanda? Xo'p, mana sostenasi, bagajlarni ham ochishlariga ko'rsatamiz. Mana. Yili nechi dedingiz aka? 2018 eng oxiri ekan mana. Vaqtiga uchastkolarga bir patok tarqatuvdik shunaqadanda 2018. Aka, narxi nechi pul ekan bu yili yangi Matizda? 52 million so'm kami bor. Bir xil nimaga 52 da yurish mumkin? Yili yangi, kraskasi toza, probegi 120 ming yurgan, 52 baho qo'yilyapti. Endi kami bor, kelishamiz deyapti. Aka, savdo bo'limi yo'qmi? Savdo 43 million bo'libdi, berilmabdi ekan, 52 baho qo'yapti. Aka, nomerni aytib qo'ying. 90lik 397 22 21 shu nomerga bog'lanamiz. Aka, naqdga sotamiz, ha? Naqdga ham 4-5 ming etmasa ham kelishamiz deyapti aka. Matiz avtomobili akamiz Matiz olib kelibdi ekan. Denodan 2008-yil metalka Matizcha sotuvda ekan. Matiz olaman deganlar bo'lsa, marhamat 2008. Aka, kraska qanday? Kraska 3 ta joyiga petno bor. 3 ta joyda petno bor. Suyagi butun. Butun. 2008 propanda mana motorlar qarang qanday toza turibdi ekan, prosto ekan. Motor qilingan. Motorlar qilingan. Xo'p, mana balonlari 2008 balonlar hali yurar ekan, o'rtacha holda turibdi. Mana salonchilarni qarang. Xo'p, chiqol polilar qilingan ekan. Qancha yurgan probegi? Aka, juda kam yurgan bu. Xo'p, tablo almashgan ekan, kam yurgan deyapti. 2008-yil Denodan Matiz sotilyapti ekan. Aka, narxi nechi pul? 28 deyapti. 28 million so'm baho qo'yilyapti. Savdo bo'limi yo'qmi aka? Aka, har xil so'rashyapti. 23,5 gacha bor. 28 baho qo'yilyapti. 23 milliongacha, 23,5 milliongacha savdo o'tdi ekan. Aka, naqdga sotamizmi? Yo variantlar bormi? Narxi shuning uchun arzon beryapman aka. Nomerni aytib qo'ying aka. Nomeri 90-nechilik aka? bu nomeri. Ha, o'zingizgina aytib qo'ying nomerda aka. Bekor bo'lgan pay. Ko'p almashtiraman-da nomer. Mayli, aytib qo'ying aka. Mana aka, Matiz so'raganlarga Denodan Matizcha sotuvda ekan. Telefon nomer 95lik 380 380 73 83 nomerga bog'lanasizlar. Va yana yili yangiroq Matiz so'raganlarga 2017-yil Denodan oq Matiz sotuvda ekan. Matiz oladiganlar bo'lsa, marhamat 4 baloni yangi 2017 metanda. Mana aka, motorlarni qarang. Bez konditsioner, bez gidralka ekan. Prosto ekan 2017. Aka, kraska qanday? Bitta petnosi bor ekan. Xo'p, 2017 Matiz olib haydayman deganlar bo'lsa, mana prosto Matiz sotuvda ekan. Salonlarni qarang, qanday toza turibdi ekan. Probeg 151 ming yurgan. Xo'p, mana 2017-yil qulf ekan. Nima deysiz? Balonlari yangi ekan. Aka, narxi nechi pul 2017 ni? 2017 50 million so'm baho qo'yapti ekan. Любой variant bor. Mana salonlarni qarang. 2017 endi 50 degan bilan 50 emas, kelishamiz deyapti. Любой varianti bor deyapti ekan. Aka, nomerni aytib qo'ying. 99lik 571 47 77 shu nomerga bog'lanamiz. Matiz avtomobili Denodan 2006-yil Matiz sotuvda ekan. Aka, kraskasi qanday? Bir ikkita joyida petnosi bor ekan. 2006 dedingiz, ha? 2006 metanda rul gidralka, bez konditsioner. Motor qanday aka buni? Motor yaxshi. Moy qo'ymaydi, ha? Mana 2006-yil balonlari ham o'rtacha ekan, yaxshi holatda turibdi. 2006 pol super ekan. Old oynasi knopkada, orqasi ruchkada. Probeg qancha aka? 286 mingmi? 286 ming yurgan, orqada 65 talik metani ham bor. Aka, narxi nechi pul buni? Narxi 35 million deyapman. Narxi 35 baho qo'yilyapti ekan. Savdo bo'limi yo'qmi aka? Savdo bo'lyapti, bunga ham любой variant bor. Boshdan 10 million 15 million bersiz ham gaplashaveramiz, ha? Любой variant bor deyapti akamiz. Aka, nomerni ayting. 99lik 571 47 77 shu nomerga bog'lanasizlar. Matiz olaman deganlar bo'lsa, kelishtirib beramiz. Xohlagan variant qilib beramiz deyapti aka. Yana yili yangiroq Matizimiz sotuvda ekan. 2017 Denodan videoni boshida aytay. Xohlagan variant bor. 10 million puli bormi, 15 million puli bormi, kelishamiz deyapti.
Xo'p, 2017-yil Matiz yoqilg'isi mana metanda ekan, motorlarni qarang, prosto ekan. Motor qanday aka buni? Motorlar zo'r ekan. Kraskasi qanday aka? Kraskasi bo'lgan bir ikkita pitno bor. Bir ikkita detalda petnosi bor ekan, suyagi butun deyapti. To'rtala baloni ham yangi ekan mana. 2017 chixol polik qilingan ekan, ha? Chixol poliklar qilingan, tayyor turibdi mana. 191 ming yurgan. Faqat prosto ekan. Xo'p, mana eshiklari ko'p, orqada 65 talik metani ham bor, ko'rishingiz mumkin. Mana adamcharimiz. Matizni qarang. Mana orqasini ochdi ekanmiz, bu tarafdan ko'rsatdik. Mana metanlar bu yerda turibdi, temir metan. Aka, narxi necha pul buni endi? 17 dan yili. 2017 50 million so'm baho qo'yapti. Kelishtirib beramiz deyapti. Variantlar bor dedi boya. Liboy variant bor. Aka nomerni aytib qo'ying. 99 lik 571 571 4777 nomerga bog'lanamiz. Udar Tiko so'raganlarga 2003-yil yil yangiroq Tiko sotuvda ekan Denodan. Tiko olaman deganlar bo'lsa, marhamat 4 ta baloni yangi ekan. Qarang, oq Tiko, hadovoy Tiko ekan. 2003 aka, kraskasi qanday buni endi? kraskasi. 2003 kraska tozami aka? Benzinda ekan, ha? Qarang, benzinda, gaz qo'yilmagan. Endi bu 2003 ga propanga ham ruxsat beradi-da borsa. 2003 bermar ekan 2003 ga. Mana propanda ruxsat bermar ekan. Xo'p, mana 4 balonni qarang, o'zini balonda turibdi ekan. Bu Sustainaz Udar aka, Udar Tiko so'raganlarga mana rollarni qarang. 2003 134 ming yurgan aka. Deqqon bob. Mana aka benzin rasxoti ham kam. 2003-yil Tikocha sotuvda ekan. Paskalar tushmagan. Mana zapaskalar da tushmagan. Qarang, ichlarini qarang. Stoykalar ham zo'r turibdi ekan. Mana shumkalar qilingan. U zapaska yangi turibdi. Xo'p, aka nech plyas bu 2003 Tikoni? 40 million so'm aka baho qo'yapti ekan. Endi Sustainaz yaxshi, kraskasi tozaligi uchun endi 40 degan bilan 40 emas, kelishamiz deb. Bozorga chunki Tikodan ko'ryapman 30 ham 35 ham bor. 8 milliondan tortib 40 milliongacha Tiko bor ekan, savdo qilasizlar. Aka buni naqdqanmi yo variantmi? Bunga ham bir 6 variant beramiz. Ha, yetmaganini bir 5 oy 6 oyga kutamiz deyapti. Nomerni aytib qo'ying aka. 99 lik 571 4777 nomerga bog'lanasizlar. Tiko olaman deganlar bo'lsa, kelishtirib beramiz deb aka. Tiko avtomobili Dehqondan, Uzundan 2002-yil Tiko sotuvda ekan. Kraska qanday aka? Chaqa bor, suyagi butun. Chaqa bor ekan, suyagi butun ekan. 2002. Yoqilg'isi propan aka. Propan ham benzinda ham mana aka. Motorlarni qarang. Motor qanday aka buni? Motor moyimaydi. Akkumulyator yangi qo'yibsa, masla. Akkumulyator Xo'p, mana aka balonlar yangi ekan oldilari. oldi yangi, orqa Bu barda qarang, Udar barka aka. Bejikar putlari bor, pioner magnitofon, kolonka dvijeniyaси bor-da, karoq. Yili necha dedingiz? 2002 aka. 2002 bu palkam aka bu. Udar-ku bu. Mumkin emas qo'lyurish. Xo'p, yoqilg'isi propanda ekan 2002. Xo'p, Dehqondan ha? Xo'p, nech pilyapsiz aka buni? 16 deyamiz, kelishtirib beramiz. 16 million so'm baho qo'yapti aka, kelishtirib beramiz deb. Pul zaril ekan. Aka endi 16 degan bilan o'tar qaytarib bo'ldi. Bor aka. General beramizmi yo'qmi? Nomerni aytib qo'ying aka. 97 lik 535 535 96 91. 96 91 nomerga bog'lanasizlar. Bemalol.